Bugun yana o'sha bomdodni o'qib bo'lib qiladigan zikrlar sirasiga kiradigan ba'zi bir zikrlarni eslatib o'tib, hammasi Rasuli Akram alayhisolatu vassalomning o'zlari qilgan, tavsiya etgan, bizga ta'lim bergan zikrlar hisoblanadi. Bu zot va barakat o'zlarining muborak hadislaridan birida marhamat qilib aytadilarki: "Man qala dubra salatil fajri wa huwa thanin rijlayhi wa lam yatakallam." Kimki bomdod namozidan keyin oyog'ini bukib o'tirganicha gapirmasdan turun quyidagilarni aytsa deydilar. Quyidagilar nima? La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana shuni 10 marta aytsa dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. Ya'ni 10 marta sanab takrorlaydi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bir rivoyatda shu va huwa ala kulli shay'in qodirdan oldin yuhyi va yumit ham bor. Ana o'shani 10 marta aytsa uni 10 ta xatosi o'chiriladi. Unga 10 ta savob yoziladi. Uning darajasi 10 marta ko'tariladi. Bir darajada turgan bo'lsa 10 marta yuqoriga ko'tariladi. Va o'sha aytgani uning uchun kun bo'yi himoya bo'lib xizmat qiladi. Unga hech narsa o'tmaydi. Allohning himoyasida bo'ladi. Kun bo'yi. Unga gunoh ham yaqinlashmaydi, modomiki o'zi shirk keltirmagan bo'lsa deydilar. O'zi nobokorlik qilib shirk keltirib olmasa, gunohlar ham yaqin kelmaydi unga. Qarang, islomning osonligini, Allohga qurbatni osonligini. Faqat o'shani aytganda nima qiladi? Ishongan holida, qalbidan chiqarib, butun vujudi bilan Allohga berilib, mana shu so'zlarni aytadi. Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. La ilaha illalloh. Vahdahu la sharika la. U yolg'iz o'zi uni, sheriki yo'q. Lahul mulk. Butun dunyoning mulki uning o'zigagina xos. Va lahul hamd. Barcha maqtovlar faqat u zotning o'ziga. U tiriltiradi, u o'ldiradi. U har bir narsaga qodirdir. Mana ma'nosi. Mana ma'nosi. Ya'ni Allohni ulug'lash. U zotga hamd. U zotning barkamol sifatlari insonning qalbida o'sha bomdodni o'qib, namozda o'tirgan bo'lsa qanday o'tirib, oyog'ini yozmasdan, boshqa gapni gapirmasdan, shuni 10 marta ixlos bilan aytib qo'ysa, qancha mukofot? 10 ta hasanat, 10 ta gunoh kechiriladi. 10 ta hasanat yoziladi. Martabasi 10 marta daraja